Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar yoki kam ta'minlangan oilalarga berilishi mumkin bo'lgan 5 million so'mlik qo'shimcha pulni olish kerakmi yoki yo'qmi? Bu savol oddiy ko'rinadi, lekin uning ortida juda katta xavf ham, juda foydali imkoniyat ham bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik pul berishyapti, dema olay deb o'ylaydi. Lekin keyin subsidiya, nafaqa, pensiya qo'shimchasi yoki ijtimoiy yordam bilan bog'liq muammo chiqib qolishi mumkin. Yana bir tarafdan kimdir qo'rqib haqi bo'lgan pulni olmay qo'yadi. Shuning uchun bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Uyingizda ota-onangiz, bobo-buvingiz, pensioner qarindoshingiz bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuda oddiy odamlar tushunadigan tilda. Aniq misollar bilan kim olishi mumkin, kim ehtiyot bo'lishi kerak, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak, nimalarga imzo qo'ymaslik kerak, barchasini birma-bir aytib beraman. Avval bunday masalalarda odamlar ko'pincha mahalla, pensiya jamg'armasi, bank yoki ijtimoiy xizmat markaziga borib, og'zaki ma'lumot olardi. Kimdir sizga pul chiqibdi derdi, kimdir arza yozing derdi, yana kimdir bu pulni olsangiz boshqa yordamdan chiqib ketasiz deb qo'rqitardi. Natijada odamlar orasida turli gaplar yurardi. 1 million so'm olgan pensionerning nafaqasi kamayibdi. Yordam puli olgan odam subsidiya ola olmas emish. Bank kartasiga tushgan pul daromad hisoblanibdi. Ariza yozsa keyin qarz bo'lib qolar ekan. Mana shunday noaniqliklar ko'p. Hozir esa tizimlar asta-sekin raqamlashtirilmoqda. Fuqarolarning daromadi, pensiyasi, ijtimoiy reyestrdagi holati, bank kartasida ayrim tushumlar, kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar, oilaning tarkibi, mulk holati kabi ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilishi mumkin. Bu bir tomondan yaxshi. Ortiqcha yugur kamayadi. Lekin ikkinchi tomondan odam nimaga ariza berayotganini tushunmasa, keyin men buni bilmagandim deb qolishi mumkin. 1 million so'm deganda hamma joyda bir xil narsa nazarda tutilmasligi mumkin. Ba'zan bu bir martalik moddiy yordam bo'ladi. Ba'zan bayram yoki maxsus ro'yxat asosida ajratiladigan yordam bo'ladi. Ba'zan mahalla orqali beriladigan ijtimoiy ko'mak bo'ladi. Ba'zan esa tashkilot, homiy, xayriya jamg'armasi yoki bank aksiyasi orqali taklif qilinadigan pul bo'lishi mumkin. Eng xavflisi shundaki, ayrim firibgarlar ham aynan shunday gaplardan foydalanadi. Qariyalarga 1 million berilyapti. Karta raqamingizni ayting. SMS kodni ayting. Pasport rasmini yuboring deydi. Shundan keyin odamning kartasidagi pul yechib olinadi yoki nomiga kredit rasmiylashtiriladi. Men sizga birinchi navbatda shuni aytaman. Har qanday pulni olishdan oldin uning manbasini aniqlash kerak. Bu davlat tomonidan berilayotgan yordammi? Mahalla qarori asosidami? Pensiya jamg'armasi orqalimi? Bank mahsulotimi? Xayriya tashkilotimi? Yoki shunchaki telefon orqali kelgan noma'lum taklifmi? Mana shu savolga javob topmasdan turib hech qanday kod bermang, hech qanday havolaga kirmang, hech qanday hujjatga imzo chekmang. Avvallari ko'p hollarda yordam olish uchun odamning o'zi yurardi. Pensiona bobo yoki bu mahallaga borardi, ariza yozardi. Keyin uyiga komissiya kelardi, holatini o'rganardi. Oilada nechta odam yashaydi, kim ishlaydi, kim ishsiz, uy sharoiti qanday, dori-darmonning xarajatlari bormi, qarovga muhtojmi, shular ko'rilardi. Keyin moddiy yordam berish yoki bermaslik masalasi hal qilinardi. Hozir esa ayrim to'lovlar avtomatik tarzda aniqlanishi mumkin. Masalan, ijtimoiy himoyaga muhtojlar ro'yxatida turgan shaxs, nogironligi bor fuqaro, yolg'iz keksalar, urush yoki mehnat faxriylari, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi ro'yxatlar orqali ko'riladigan fuqarolar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin avtomatik tizim bor degani hamma odamga bir xil pul tushadi degani emas. Bir hududda berilgan yordam boshqa hududda aynan shu shaklda berilmasligi mumkin. Bir toifadagi pensioner oladi, boshqa toifadagi pensioner olmaydi. Chunki mezonlar har xil yoshi, nogironlik guruhi, oilaviy daromad, yashash sharoiti, ro'yxatga kiritilganligi, doimiy yashash joyi, avval yordam olgan olmaganligi, vaqti bilan ajratilgan mablag' miqdori. Shu yerda eng katta xato paydo bo'ladi. Bir odam aytadi: "Mening qo'shnim 50 million oldi. Demak, menga ham berilishi kerak." Lekin qo'shnisi yolg'iz yashaydigan pensioner bo'lishi mumkin. Siz esa farzandlaringiz bilan yasharsiz. Qo'shnining nogironlik guruhi bor bo'lishi mumkin, sizda yo'q. Qo'shni ijtimoiy himoya yagona reyestrida turishi mumkin. Siz ro'yxatda yo'qsiz. Yoki aksincha, sizning haqingiz bor,
lekin ariza bermagansiz, hujjatlaringiz yangilanmagan. Bank kartangiz faol emas yoki mahallada siz haqingizda ma'lumot to'liq emas. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar keksa odamning doimiy daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lsa, dori darmon xarajati ko'p bo'lsa, kommunal to'lovlarni qiynalib to'lasa, unga beriladigan har qanday qonuniy moddiy yordam juda muhim. Masalan, bir buvi oyiga 9 ming so'm pensiya oladi, uning dorisiga 300 ming so'm. Kommunal to'loviga 200 ming so'm, oziq ovqatiga 400 ming so'm ketadi. Bunday holatda 1,5 million so'm bir martalik yordam ham katta yengillik beradi. Qishki ko'mir olishga, dori zaxirasi qilishga, qarzini yopishga yordam beradi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar odam ikkinchi yoki birinchi guruh nogiron bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsa, har oy tibbiy vositalar, dori transport xarajati bo'lsa, u albatta mahalla va ijtimoiy xizmat organlariga o'z holatini aniq yetkazish kerak. Ko'p odam uyat qiladi. Men yordam so'ramayman deydi. Lekin bu sadaq emas, bu ijtimoiy himoya mexanizmi. Davlat yoki mahalla ajratayotgan yordam aynan muhtoj odamga yetib borishi kerak. Uchinchi toifa farzandlari bor, lekin amalda qarovsiz qolgan qariyalar. Hujjatda farzandlari bor, lekin ular boshqa viloyatda, boshqa davlatda yoki o'zlari ham qiynalgan bo'lishi mumkin. Ba'zan komissiya farzandlari bor ekan deb qaraydi. Shuning uchun bunday holatda real vaziyatni tushuntirish kerak. Farzand yordam bermayaptimi, aloqa uzilganmi, o'zi kasalmi? Oilasida muammo bormi? Bular yozma ravishda bayon qilinsa, masala aniqroq ko'riladi. 4-toifa bank kartasi, telefon va hujjatlar masalasida tajribasi kam bo'lgan keksalar. Firibgarlar aynan shunday odamlarni nishonga oladi. Sizga 1,5 million chiqdi, SMS kodini ayting desa, qariya ishonib yuborishi mumkin. Men qat'iy aytaman. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Bank kodim ham so'ramaydi, mahalla kodim ham so'ramaydi, pensiya jamg'armasi ham so'ramaydi. Agar kod so'rasa, bu firibgarlik belgisi. Agar sizga 20 million so'm rasmiy tartibda, masalan, mahalla qarori, ijtimoiy himoya organi yoki davlat dasturi asosida berilsa, bu odatda pensiyani kamaytirish uchun asos bo'lib qolmaydi. Pensiya insonning ish staji, ish haqi, pensiya turi va qonuniy hisob-kitob asosida belgilanadi. Bir martalik yordam pensiyani avtomatik kamaytirib yuboradi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Lekin bu yerda nozik farq bor. Agar siz boshqa turdagi ijtimoiy yordamga, masalan, ta'minlangan oila nafaqasiga, bolalar nafaqasiga, kommunal subsidiya yoki boshqa mezonli yordamga ariza bergan bo'lsangiz, oilaning daromadlari tekshirilishi mumkin. Ayrim hollarda doimiy daromadlar hisobga olinadi. Ayrim hollarda bir martalik yordam boshqacha baholanadi. Shuning uchun umuman ta'sir qilmaydi deb ham, albatta hammasi bekor bo'ladi deb ham aytish noto'g'ri. Har bir to'lovning huquqiy maqomi muhim. Masalan, bir pensioner otaxon oyiga 2 million 200 ming so'm pensiya oladi. Unga bayram munosabati bilan 2 million so'm bir martalik yordam berildi. Bu yordam uning pensiyasini kamaytirmaydi. Lekin otaxonning oilasi kam ta'minlangan, oila nafaqasiga ariza bergan bo'lsa, ijtimoiy organlar oilaning umumiy daromadini ko'rib chiqishi mumkin. Yana bir misol, bu yolg'iz yashaydi. Doimiy pensiyasi bor, qo'shimcha yordam oldi. Agar yordam maqsadli, bir martalik va rasmiy bo'lsa, undan qo'rqish shart emas. Ammo agar bu pul bankdan tezkor qarz sifatida rasmiylashtirilgan bo'lsa, u yordam emas, qarz bo'ladi va keyin qaytarish majburiyati tug'iladi. Birinchi misol, yetim 2 yoshli buvi yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 9,50 ming so'm. Qishda gaz bosimi past bo'lgani uchun elektr isitgich ishlatadi. Elektr to'lovi oshadi. Mahalla uning holatini o'rganib, bir martalik 5 million so'm moddiy yordam ajratadi. Bu pulni oladi. 6 ming so'mga dori oladi. 500 ming so'm kommunal qarzini yopadi. Qolganiga oziq-ovqat qiladi. Bu holatda pulni olish to'g'ri. Chunki manba rasmiy ehtiyoj bor, qarz emas. Firibgarlik belgisi yo'q. Ikkinchi misol. 18 yoshli otaxon farzandlari bilan yashaydi. Uyda 2 kishi rasmiy ishlaydi. Umumiy daromad yaxshi. Otaxon internetda barcha pensionerlarga 1,5 million beriladi degan xabarni ko'radi. Havolaga kiradi, karta raqami, amal qilish muddati va SMS kodni kiritadi. 1 soatdan keyin kartasidan pensiya puli yechib olinadi. Bu yerda muammo shundaki, rasmiy manba tekshirilmagan. Men doim aytaman. Pul olish uchun hech qachon SMS kod kiritilmaydi. Davlat to'lovi odatda rasmiy bank kartasiga ariza yoki reyestr asosida tushadi. Noma'lum havola orqali emas. 3-misol, 75 yoshli bu qarz emas yordam deb o'ylab, bankdagi xodim aytgan hujjatga imzo qo'yadi.
Keyin bilsa, bu istamol krediti bo'lgan. Ilgari 10 million so'm olgan, lekin ustama bilan qaytarish kerak. Bu juda xavfli. Hujjatda kredit shartnomasi, qarz, foiz to'lov jadvali, penya degan so'zlar bo'lsa, bu yordam emas. Qariyalar ko'pincha mayda yozuvlarni o'qimaydi yoki tushunmaydi. Shuning uchun imzo qo'yishdan oldin farzand, ishonchli qarindosh yoki mahalla mutaxassisi bilan maslahatlashish kerak. 4-misol. Pensioner ayol ijtimoiy yordamga muhtoj, lekin ro'yxatda yo'q. U menga baribir bermaydi deb yuradi. Aslida esa uning turmush o'rtog'i vafot etgan, o'zi kasal, farzandlari yordam bermaydi. U mahallaga ariza beradi. Pasport, pensiya ma'lumotnomasi, tibbiy hujjatlar, kommunal qarz ma'lumotlarini topshiradi. Holati o'rganilib, yordam ajratiladi. Demak, ko'p hollarda birinchi qadamni odamning o'zi tashlashi kerak. Eng birinchi nozik shart, pulning nomi. Agar pul moddiy yordam bo'lsa, bu boshqa. Agar kompensatsiya bo'lsa, boshqa. Agar subsidiyaning bir qismi bo'lsa, boshqa. Agar qarz yoki mikroqarz bo'lsa, umuman boshqa. Odamlar ko'pincha faqat summaga qaraydi. 1 million. Lekin huquqiy ma'noda IBD 1 million so'mning manbasi va hujjati hammasini hal qiladi. Ikkinchi nozik shart, pul kimning nomiga tushyapti? Ba'zan qariyaning kartasi farzandida turadi. Pensiya kartasini o'g'li yoki kelini ishlatadi. Bu juda xavfli. Qariya o'z pulini nazorat qila olmay qoladi. Agar yordam qariyaning ehtiyoji uchun ajratilgan bo'lsa, u qariyaning o'ziga sarflanishi kerak. Men tavsiya qilaman. Keksaning kartasi uning o'zida yoki ishonchli, rasmiy vakilida bo'lsin. Agar qariya yurishga qiynalsa, bankdan ishonchnoma, yaqin qarindosh orqali qonuniy tartibda xizmat olish mumkin. 3-nozik jihat oilaviy daromad. Ayrim yordam turlarida pensioner degan maqomning o'zi yetarli bo'lmaydi. Oiladagi umumiy daromad ko'riladi. Masalan, pensioner bobo o'g'li, kelini va nevaralari bilan bir uyda yashaydi. O'g'li oyiga 5 million, kelini 4 million so'm topadi. Bunday oilada boboning pensiyasi kam bo'lsa ham, ayrim ijtimoiy yordam turlari rad etilishi mumkin. Lekin agar bobo alohida yashasa, yolg'iz bo'lsa, kasalligi bo'lsa, vaziyat boshqacha baholanadi. 4-nozik jihat, doimiy ro'yxat va haqiqiy yashash joyi. Odam bir joyda ro'yxatda, boshqa joyda yashaydi. Yordam esa ro'yxatdagi mahalla orqali ko'riladi. Natijada hujjatlar mos kelmaydi, komissiya topa olmaydi, ariza cho'ziladi. Shuning uchun yashash joyi va ro'yxat masalasini oldindan aniqlashtirish kerak. 5-nozik jihat, avval olingan yordamlar. Ba'zi dasturlarda bir oilaga ma'lum muddat ichida bir martadan ortiq yordam berilmasligi mumkin. Masalan, oilaga yaqinda ko'mir, oziq-ovqat paketi yoki pul yordami berilgan bo'lsa, keyingi yordam navbat bilan berilishi mumkin. Bu sizga umuman berilmaydi degani emas, lekin navbat va mezon bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat, naqd pul va karta. Rasmiy to'lovlar ko'pincha bank kartasiga tushadi yoki tegishli tartibda beriladi. Agar kimdir pulni olish uchun oldin 1000 so'm xizmat haqi bering desa, shubhalaning. Davlat yordamini olish uchun odatda oldindan pul to'lash talab qilinmaydi. Ro'yxatga kiritib qo'yaman, menga ulush berasiz degan gaplar ham noqonuniy bo'lishi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman. Qariyalar hech qachon o'qimasdan imzo qo'ymasligi kerak. Agar hujjatda kredit, qarz, garov, kafillik, rozilik, shaxsiy ma'lumotlarni 3-shaxslarga berish, karta ochish, ilova ulash, onlayn xizmatga ruxsat berish kabi so'zlar bo'lsa, avval tushuntirish talab qiling. Siz men tushunmadim, menga oddiy tilda tushuntiring deyishga haqlisiz. Agar xodim shoshiltirsa, hozir imzo qo'ymasangiz pul kuyadi desa, bu ham xavf belgisi. Rasmiy yordam odatda odamni qo'rqitib, shoshirib berilmaydi. Ayniqsa kafillik masalasidan ehtiyot bo'ling. Ba'zi qariyalar farzandi, nabirasi yoki tanishi uchun kafil bo'lib imzo qo'yadi. Keyin u odam kreditni to'lamasa, pensionerning kartasidan pul ushlanishi mumkin. Men faqat yordam puli olayapman deb o'ylab, aslida kafillik hujjatiga imzo qo'yib yuborish juda og'ir oqibatga olib keladi. Shuning uchun har bir varaqni o'qing, tushunmagan joyingizni so'rang, kerak bo'lsa rasmga olib yaqinlaringizga yuboring. Birinchi qadam ma'lumot manbasini tekshiring. Agar sizga 20 million so'm chiqdi deyishsa, darhol so'rang. Qaysi tashkilotdan, qaysi qaror asosida, qaysi dastur bo'yicha qayerga murojaat qilish kerak? Telefon qilgan odam o'zini mahalla, bank yoki davlat xodimi deb tanishtirsa ham, siza unga SMS kod aytmang. Rasmiy telefon raqamiga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qiling yoki mahallaga shaxsan boring. Ikkinchi qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. O'zingizning holatingizni yozma ravishda bayon qiling. Arizada men falon manzilda yashayman, pensionerman, daromadim falon so'm.
sog'lig'im bo'yicha xarajatlarim bor. Moddiy yordam masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar yolg'iz yashasangiz, buni alohida yozing. Agar farzandlar yordam bermasa, buni ham ko'rsating. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya miqdori haqida ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, kasallik bo'yicha shifokor ma'lumotnomasi, dori darmon xarajatlarini tasdiqlovchi chek yoki retseptlar, kommunal qarzdorlik bo'lsa kvitansiya, oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar. Har doim ham hammasi kerak bo'lmaydi. Lekin tayyor bo'lsa ish tezlashadi. 4-qadam, agar arizangiz rad etilsa, sababini so'rang. Sizga bo'lmaydi degan og'zaki gap bilan to'xtab qolmang. Qaysi mezon bo'yicha rad etildi? Qaysi hujjatim yetishmayapti? Qachon qayta murojaat qilishim mumkin deb so'rang. Ba'zan odamning haqi bo'ladi, lekin hujjat to'liq bo'lmaydi. Ba'zan ro'yxat yangilanmagan bo'ladi. Ba'zan oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'ladi. 5-qadam, bank masalasini tekshiring. Pul kartaga tushishi kerak bo'lsa, karta faolmi, muddati o'tmaganmi, karta egasi aynan yordam oluvchi shaxsmi, telefon raqami to'g'ri ulanganmi, shularni tekshiring. Agar qariya telefon ishlatishni bilmasa, unga ishonchli odam yordam bersin, lekin parol va SMS kodlar hech kimga berilmasin. Bank ilovasiga begona odam kirib bermasin. 6-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Noma'lum havolalarga kirmang. Telegram, SMS yoki WhatsApp orqali kelgan pulingizni olish uchun bo'lsin degan xabarlarga ishonmang. Karta raqamini aytish ham ehtiyotkorlik talab qiladi, lekin karta raqamining o'zi bilan pul yechib olish qiyin. Eng xavflisi SMS kod, karta amal qilish muddati, CVV kodi, bank ilovasi paroli va pasport ma'lumotlarini berishdir. Bularni hech kimga bermang. 7-qadam, pul tushgandan keyin uni maqsadli ishlating. Agar qariyaga yordam dori darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov yoki qishki tayyorgarlik uchun berilgan bo'lsa, avvalo eng zarur xarajatlarga sarflang. Qarindoshlar berib tur, keyin qaytaraman desa ehtiyot bo'ling. Bu pul qariyaning ehtiyoji uchun ajratilgan. Uni boshqa odamning qarzi yoki keraksiz xarajatiga sarflash to'g'ri emas. 8-qadam, oilada ochiq gaplashing. Farzandlar ota-onasiga tushuntirsin. Agar sizga kimdir pul haqida qo'ng'iroq qilsa, avval menga ayting. Kod bermang. Imzo qo'ymang, havolaga kirmang. Bitta oddiy suhbat qariyaning butun pensiyasini saqlab qolishi mumkin. Men ko'p ko'rganman. Qariyalar firibgarlar gapiga ishongani uchun emas, balki farzandlari oldindan ogohlantirmagani uchun aldanadi. Endi asosiy savolga aniq javob beraman. Agar bu pul rasmiy, qonuniy qarz bo'lmagan, sizning ijtimoiy holatingizga mos ravishda berilayotgan moddiy yordam bo'lsa, olish kerak. Ayniqsa siz pensioner bo'lsangiz, yolg'iz yashasangiz, dori darmon xarajatingiz ko'p bo'lsa, kommunal qarzingiz bo'lsa, bu yordamdan voz kechish shart emas. Haqi bor odam haqi bo'lgan yordamni olishi kerak. Lekin agar pulning manbasi noma'lum bo'lsa, SMS kod so'ralayotgan bo'lsa, havola orqali kirish talab qilinsa, oldindan pul to'lash aytilsa, hujjatda kredit yoki qarz shartlari bo'lsa, yoki sizni shoshirib imzo qo'ydirishmoqchi bo'lishsa, bunday 20 milliondan uzoqroq turing. Chunki bugun 5 million olaman deb ertaga 3 million qarzga kirib qolishingiz, pensiyangizdan ushlab qolinishiga sabab bo'lishingiz yoki kartangizdagi bor puldan ayrilishingiz mumkin. Yana bir muhim narsa, qo'rqib umuman murojaat qilmay yurish ham noto'g'ri. Ayrim qariyalar men olsam pensiyam kesiladi deb o'ylaydi. Agar yordam rasmiy bo'lsa, pensiya masalasini alohida so'rab aniqlashtiring. Bu yordam mening pensiyamga, nafaqamga yoki subsidiyamga ta'sir qiladimi deb yozma yoki rasmiy javob olishga harakat qiling. Shunda keyin tushunmovchilik bo'lmaydi. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, 1,5 million so'm yordam bo'lishi ham mumkin. Tuzoq bo'lishi ham mumkin. Hammasi uning manbasi, hujjati va shartlariga bog'liq. Rasmiy moddiy yordamdan qo'rqmang, lekin noma'lum takliflarga ishonmang. SMS kod bermang, havolaga kirmang, o'qimasdan imzo qo'ymang. Kreditni yordam deb qabul qilmang. Mahallaga, ijtimoiy himoya organlariga, pensiya jamg'armasiga yoki bankning rasmiy bo'limiga murojaat qiling, hammasini aniqlab oling. Agar uyingizda pensioner ota-onangiz yoki bobo-buvinggiz bo'lsa, bugunoq ularga shu gaplarni tushuntiring. Bu oddiy maslahat emas, bu ularning pulini, pensiyasini va xotirjamligini himoya qiladi. Kommentariyada yozing, sizning hududingizda qariyalarga 5 million so'm yoki boshqa moddiy yordam berilyaptimi? Kim oldi? Qanday tartibda oldi? Muammo bo'ldimi?
Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, subsidiya va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.